qanday qonun yetishmayotganligini va bu qonun nimaga kerakligini bilib olasiz. Videoga bitta like bosib qo'ying. Uzun market aprel oyidan boshlab sotuvchilarning sotilgan tovarning pulini to'lov qilib berish mexanizmini keskin o'zgartirdi. Sotuvchi tovarni sotdi, mijoz tovarni olib ketdi, marketplace 10 kun kutib, keyin pul to'lov grafikiga tushiradi. Misol uchun sotuvchining tovari 10-sanada sotilgan bo'lsa, marketplace o'sha oyi 21-sanasida to'lovni amalga oshirish grafikiga qo'shadi va to'lovni amalga oshirib beradi. Lekin grafikga qo'shildi degani o'sha kuni pul tushdi degani emas, ya'ni marketplace ofertasi bo'yicha, ya'ni 14 kun ichida to'lab berishga haqli. Faqat hozirgi real faktdan kelib chiqargan bo'lsa, aslida o'sha to'lov grafikiga tushgan kundan boshlab 1-2 kun ichida to'lovlarni amalga oshirib beradi. Sotuvchilar norozi bo'lsa ham marketplace belgilab berdi. Endi sotuvchilar pulni 1 oyda 1 marta yechsa bo'ladi, bepul ravishda, 2 haftada 1 marta yechsa bo'ladi, bu ham bepul ravishda, yoki har hafta 1 marta yechish imkoni bo'ladi. Bunda 1% komissiya ushlanib qolinadi yechilgan puldan. Yoki 1 kunning ichida pul yechilsa bo'ladi, unda 1,5% komissiya yechiladi, yoki zarur bo'lganda pul yechish imkonini shakllantirib berdi, bunda 2,5% komissiya olib qoladi. Eng qiziq joyiga keldik. Sotuvchilar puli cho'ziladigan bo'lsa, albatta sotuvchilar uchun bu katta masala. Lekin gap faqatgina to'lovda emas. Muammo tartibga solish yo'qligida. Shunday holatga tushmaslik uchun marketplace haqida qonun kutib qolamiz. Qonunsiz marketplace bu ofertani, ya'ni qoidalarni bir tomonlama o'zgartirish, komissiyani qo'shish, algoritmlarni yashirish va akkauntni bloklashi mumkinligi. Qonun quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. Birinchidan, bu oferta o'zgaradigan bo'lsa, marketplace tomonidan 30-45 kun oldin buni e'lon qilish. Majburiy aksiyalarni taqiq qilish, bu endi kelajakda bizani kutyapti. Blokirovkada ochiqlik, algoritmda shaffoflik va ombordagi tovarlarga javobgarlik olish. Shunda sellerlar haqiqatda sherik bo'la oladi. Bahslash imkoniyati paydo bo'ladi, narxlarni nazorat qila oladi, ochiq hisob-kitoblarda ishtirok etishadi. Bu video uzun marketga qarshi emas. Bu adolatli qoidalar uchun, bu bozor uchun, bu shaffoflik uchun. Bugun taxminan 20 mingta sellerlar o'z faoliyatini yuritadi va bu raqam faqatgina oshadi. Shu uchun qoidalar ham o'zgarish kerak. Agar marketplace ga kirmoqchi bo'lsangiz va hozirgi yangiliklarni eshitib, "Yo'q, kirmayman" deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aslida unaqa emas. Kirish kerak, savdo qilish kerak, chunki bu aynan o'sayotgan bozorlardan bittasi bo'ladi. To'g'ri, har xil masalalar kelib chiqadi, ayniqsa marketplace da, chunki marketplace bu sellerni o'z shaxsiy biznesi bo'lmaydi. Har doim qoidalar marketplace tomonidan beriladi. Va tadbirkor sifatida biz shu qoidalarga rioya qilib, amalda o'sha yechimlarni qidirib, savdolarni davom ettirishimiz kerak, xolos. Endi kommentariyada yozib qoldiring. Siz Uzun Market tomonidan taqdim etilgan qaysi to'lov usulini tanladingiz? Va agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.